Salom qizlarim. Bayraminglar muborak bo'lsin. Bu meni ham shu bayramga ataganlarim bor, hech qayerda bosishmayapti. Lekin sizlarga dildan chiqarib o'qib beraman. Qora qoshing burningga tutashibdi-ku voydod. Prichoskang o'zingga yarashibdi-ku voydod. Navrozda ko'kdagi turnalar toqqa to'xtab, suv tagidan baqalar qarashibdi-ku voydod. Sotti sag'ati sunnatni ado qilma, boshqa oshiqlar birlashibdi-ku voydod. O'zi ham g'azalmisan, g'azal o'ldi. O'zimga ofarin. Ya? Assalomu alaykum ustoz. Ustoz? Sog'lig'ing yaxshimi? Rahmat. Xayoldan butun she'rni ham chiqazib yubording, ukam. Kimsan o'zing? Mo'tvoyman. Shoir Mo'tto. Shoir Mo'tto? Ha. Rayon gazetasiga she'r olib boruvdim. Olib borsam, sotidan qutulsak endi bunisi ketdi dedi. Bor, she'ringni o'shanga o'qitib yuraver deb adresingizni berib yuborishdi. Ha, she'ringni olib qolishmadimi? Yo'q. Ha, ular o'zidan zo'rni olib qolmaydi. Ko'ra olmaydi ular. Qani, biraning mashlaringdan o'qichi. Agar tuzukroq bo'lsang mayli, o'zimga shogird qilib olaman. O'q. Xo'p, ustoz. Joyingdan qimirlama. Ha? Mo'tto dedingmi? Mo'tto ustoz. Sal vali o'pkangni bos, xo'pmi? Ha, bunaqa emas, uka. Ha, she'r deganni yotig'i bilan. Ha, to'xtang degan. Nayam bilan chiqqanda chiqasan. Sekin to'xtang. Sarlavhasida ustoz, sarlavhasi. Ha, sarlavhasi bo'lmaydi, boshqasi bo'lmaydimi? Sekin aytadi unaqa gap. To'xtang. Xo'p, ustoz. Joyingdan qimirlama. Ana. Kimligingni bilib olaman. Agar buyraklat bo'lsang, ko'zingni o'yib olaman. Qarang ustoz, buyraklatlarni boplabmanmi? Endi men senga aytsam, Mo'ttovoy, she'r deganni sal yotog'i bilan hozir she'r o'qimoqchiman deb uzr so'rab boshlash kerak. Bildingmi? Xo'p, ustoz. Mana bunday. U tomonga qarang, qarang. Bu tomonga qarang, qarang. Navrozning soatlari jarang, jarang. Sotti sag'ati sunnatga ulfat toping. Stakanni urishtirsin jarang, jarang. Qoyil ustoz. Mana, she'r degan bunda o'ladi, ukam. Xo'sh, endi hozir ularga yoqmaganining sababi men senga aytsam, ular aniq, haligi she'rda aniq adresni talab qilishyapti. Aniq adresmi? Ha? Пожалуйста, ustoz. Aniq adres degan bor. Qani. Velosipedni bir tavalga burib yubordim. Shilapali bir kishini urib yubordim. Shunda birdan Botir Melisa kelib qoldi. Ayamasdan ishtirofni sop qoldi. Endi shilapalilardan chetlab yuraman. Botir Melisani yomon ko'raman. Shuni ham bosishmadi ustoz. Bunaqani bosishmaydi. Nimaga? Shilapali odamdan qo'rqishgan. U kim? Ot masala qayerda? Endi ustoz, shu eng zamonaviy usulda bir qofiyasiz she'r yozib kelganman. Qani. To'xta Parizod. Hozir aytdimi? To'xta deysan. Kim to'xtaydi? So'mkasi bilan qochadi. Ha, to'xtang, Parizod demaysanmi? Ukam? Yotog'i bilan ol. Qani? To'xta Parizod.
Qo'yningdagi nima? Qayoqqa olib ketyapsan? Meni ham o'ylagin-da. Yarmini cho'z, noinsof. Yashirib olib ketaversang, qaroqchilik qilaversang, oxiri sabrim tugab, ko'zingni o'yib olaman. Endi bir baho qo'ysinlar ustoz. Qoyilmisiz? Hovliqmay tur. Shu sandaliga ko'zingni o'yib olaman degan gap sal kun o'ra chiqyapti. Shuni o'rniga bundoq qilsang. Takrorda endi bu gaplaring takror. Shu dumingni tugib qo'yaman degan. Ne? Endi senda o'zi satiraga mubtalolik borga o'xshaydi. Ha, ustoz. Mashq qilaverchi, ajomas ustigulmat o'qiysan. Xo'sh, men senga bitta mashqimdan o'qib beray. Hozir yaxshilab quloq sol. Xo'p, ustoz. Samolyotlar uchirishdi turganda laylak evoh. Bozorda kartoshka kam, potpirlabgadir choynak evoh. Qorovuldan ministergacha xalq mulkini talab yotar. Oxiri asfalt ko'chani ham tashib ketsa kerak evoh. Yana zo'r gaplar aytardim, zo'r juvon o'tib qoldi. Sotdi sagati sunnatga bering ko'zaynak evoh. Qoyil ustoz, qoyil. Mana ko'rdingmi? She'r ichida hammasi bor. Olib sotarlik deysanmi? Sabzavotga qarshiligi, sabzavotlik bo'layotgan g'irromliklar deysanmi? Undan keyin pok sevgi, muhabbat yotibdi. Kam? Mana bunday holat she'r yozish. Xo'sh, endi mana shu gazetadagi bumbublarchi mana shuni ham tushunishmayapti-da. O'zicha ustoz, shu gazetalardagi hamma adabiy xodimlarning ko'zini o'yib olish kerak. Bu ahvolda qanday yashaymiz? Yashaymiz. Yashaymiz. Lekin men qara hozircha ichib ko'ngil qushi qilib turaylik. Sen menga ozgina qo'shgindi. Xo'p, ustoz. Yarim topib kelgin. Xo'pmi, Muttavoy? Xo'p. Ya'ni qofiyaga solib aytganda, katta shoir sotdi, shogirdi bilan otdi. Magazinga borib keling, obzamzam olib keling. Xo'p bo'ladi ustoz. Taqqilasa tomoqlar, chopqillaydi oyoqlar. Yasha. Bu bola o'zi bo'ladiganga o'xshaydi. Bu o'zi insonni o'zida qolgan. Harakat qilsa bo'laveradi. Mana bu bola ham ajomas shogird qilib olsak, ish qilib mashrab bo'lib ketsa ajomas. Gap bo'lmasa ulfat bo'ladi-da bizga-da.